Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Uydagilar tinchmi? Bugun sanamiz 08.06.2025 8-iyun soat 11:12 bo'lyapti pashti. Xo'p, bugungi signallarimiz qanaqa ishlaganligi haqida bu video. Bugun 20 ta paraga zona berilgan, 20 ta parani ko'rib chiqishimiz kerak. Tezroq gapiraman chunki paramiz-ku, vaqtimiz kamroq. Xo'p, birinchi signalimiz Volatility 11S da ekan. Volatility 11S nima qildi? Volatility 10S soat 10 da berilgan bo'lsa, retestdan selga qarab ketgan. Normal division, juda ham kuchli division harakat qilib bergan. Bu 37 punktli harakatni ushlagan bizda akalar. 37 punkt ushlagandan keyin bu paraga qaytib qaramasak ham bo'ladi o'zi. Xohlovchilar mana hozir retestga kirsalar bo'ladi. Xo'p, ikkinchi signalimiz nima qilgan? Shu ikkinchi paramiz Volatility 10 ni o'zida ekan. Xo'p. Volatility 10imiz nima qildi? Oxirgi marta bayga buzgan, lekin retestsiz ketgan. Xo'p, lekin asosiy harakatni bar zonamiz aytib beryapti. Zona bayga tasdiq bor, retest yo'q, bu bozor o'tkazib yubordi bu parani. Lekin juda ham yaxshi harakatlar qilib bergan ekan. Xo'p, keyingi zonamiz, keyingi signalimiz 10S dan keyin 25S nima qildi? 25S ideal ishlagan, juda ham ideal ishlagan. Mana bu vaqtda zona bergan vaqtimizda soat 10 edi, retestga kelgan, juda chuqur retest bergan, lekin harakatini qaranglar buni. 86 punktli zonamiz. 86 punkt yurib bergan. 86 ni ushlagandan keyin bu bozor qaytib qaramasa ham bo'ladi bugun hisobida. Ikkalasi ham shedevr bo'lgan ekan bugun. Bittasi imkon bermagan. Xo'p, keyingi paramiz 25 ta o'zi, 25 ta o'ziga mana zona berilgan, soat 10:14 da berilgan ekan. 25 nima qildi? Voh. 25 ham juddalar ideal ishlab bergan. Buni qaranglar akalar. Xohlovchilar uchun 2 marta setup bergan. 2 marta. Birinchi setupda o'zida xo'p 20 punkt ishlagan. Ikkinchi setupda tepaga chiqqan, buzib tanasini yopilmagan, stop lossni olmagan 19,5 punkt. Shu joyda o'zida mana shu parani o'zi yana 40 punkt ishlab beryapti akalar. Qaranglar, qanaqangi chiroyli ishlab bergan bu para. Xo'p, 25 ta o'zi ham ketdi. 50 ga keldik. 51S zona berilgan. 51S'imiz. Xo'p, biz zonada bitta to'xtalishimiz kerak ekan bu parada, chunki bu parada juda ham zonamizni tepaga pastga qilgan ekan. Xo'p, birinchi o'rinda undan keyin berilgan bizani signalimiz. Xo'p, unda berilgan desak, undan keyin berilgan bo'lsa, asosiy harakat selga buzganligini ko'ryapmiz. Bu yerda bitta chiqqan, stop loss bo'lmasdan qaytib bergan, 1/1 yurib bergan. Xo'p, keyin bayga tasdiq beryapti. Bayga tasdiq bergandan keyin biz bu joydan bay oshib boshladik. Birinchi stop lossimizni olyapmiz. Keyin selga tasdiq berdi deb aytayapmiz. Xo'p, selga tasdiq bor deyapmiz. Yana bu bayga buzib qo'yapti. Ikkinchi stop lossimiz bor. Keyin seldan ochyapmiz. Bu yerda o'zi 3-chi stop loss, lekin bu joyda biz seldan keyin 3x kirishni boshlaymiz. 3 ta stop lossdan keyin qanaqa harakat qilib berdi. Hali bu bozorimiz flatda. Asosiy harakat shu joyda bo'lib turibdi. E'tibor bergan bo'lsanglar, nasib bo'lsa ertaga bu videoni davomini chiqaraman. Bozor shu zonadan qanaqa harakatlanganligini. Balki bu shu joy retestsiz ketmaydi, lekin bu juda ham katta division bo'ladi nasib bo'lsa bu yerda. Bozordagi zerkraz bo'ladigan bo'lsa, hali ochiq qoldirib turlar, ertaga gaplashamiz bu para bilan. Xo'p, keyingi paramiz 50S ketdi, 50 ta o'zi. Zona berilgan, uni 18 zona berilgan. 50 nima qilgan? Ilk selga tasdiq bergan, zonaga kelmagan, retestsiz ketgan. Asosiy harakatni aytib ketyapti baribir ham. Bizga lekin tasdiq bor, imkon yo'q bozor kirishga. Bu parani o'tkazib yuborgan biz, hech qanaqa minus qilmagan biz, hech qanaqa foyda ham qilmagan biz. Lekin asosiy harakat seldaligini zonamiz aytgan baribir. Mana bu joyda biz zona berishdan, zona bergan vaqtdan oldin tasdiq berib, retesga ham kelgan akalar. Men nima uchun buni hisobga olmayotganim sababi, men zonani kechroq berganimda, lekin tak. Soat 10 da tasdiq beryapti. 10 da tasdiq beradi mana bu shamcha.
uni 15 ta retesga beryapti. Judayam chiroyli harakat, judayam. Buni qana qaranglar. Men shuncha harakatda men hozir harakat emas, biz olmaganmiz deb aytyapman. 3% lik harakat, 39-40 punktlik harakat. Mayli biz men zona berishga kech qoldim, ayibmanda. Bu para o'tkazib yuboramiz. Bu bermagan bo'lsa, boshqa paralar imkon berganmiz. Chunki bizda para 20 taga berilgan. 50 dan keyin bizga 75 bir S ga berilgan edi adashmasam. Qani 75 bir S. Mana 71 bir S. Mana zonamiz, paramiz. Xo'p, bozorda 18 da bozor sergi tasdiq bilan turgan ekan. Qani nima qildi keyin? 75 bir S. Uni qaranglar, akalar. Xo'p, men bozorda kech signal berdim, to'g'ri, lekin mana bu tasdiq, mana bu retest harakatni qaranglar. Harakatni qaranglar. Zonamiz qanchalar kuchli akalar. Nu mayli, men uni 18 deb berdim deylik, zona mana shu bozor shu vaqtda qayta retest chiqmagan, bu parani o'tkazib yuboramiz. Bu parada ham bizga foyda olmadik. Muhimi, bu parada bizga stop loss yoki minus ham kirmagan bizga. 75 dan 75 bir S dan keyin 75 da o'ziga zona berilgan edi. 75 ko'rib chiqamiz. 75 mana paramiz. Zonamiz baga tasdiq berib, zonamiz ichida turgan ekan akalar. Xo'sh, uni 20 da. 75 imiz nima qildi ko'rib chiqamiz. Akalar, bu nima deyapti akalar? Bayga tasdiq bergan soat 5:30 dan beri bayga tasdiq bergan. Oxirgi bayga tasdig'imiz 9:30 da. Unda ham zonamiz ichida edi. Xo'p, shu zonadan boshlab men undan keyin berdim deylik, shu joyda, mana shu joyda berganman. 43 punktli zona. Aytayapti, qaysi taraf kelsin, retest beryapti. Bunaqa paralarni, bunaqa zonalarni qaydan olsa bo'ladi akalar? 75 dan keyingisi xo'sh 100 S'imiz qolyapti bizani. 100 S. 100 S biza bayga tasdiq bergan ekan, bayga tasdiq bergan holatda retestga kirib, ozgina ko'targan holatida biza zona bergan ekan, biz uni 20 da. Qani nima qildi bu 100 S'imiz? Yuz S'imiz selga tasdiq bergan, men bayga ozgina yurib bergan, keyin selga o'zgargan tasdig'i hali imkon bergan yo'q. Balki bugun bozor yopilguncha, ya'ni bozor vaqti almashguncha, ertaga men zona berguncha bu zonamiz yana aktiv bo'lib ishlab berar. Lekin kirishga imkon bermagan. Xo'p, 100 S ketdi, 100 da o'zini ko'raylik. 100 bir S dan ko'ra menga ko'proq o'zlari yoqyapti, bir S yo'qlari. Mana 100 dagi zonamiz. Xo'p, sergi tasdiq turibdi, retestga kelib oqadi yoki buzib ko'taradigan ssenariy uni 21 da berilgan ekan. Nima qildi? Xo'p, akalar, uzr. 100 da o'ziga kelganik zonamizni qayerdaligini bitta ko'rib olaylik-da. Ozgina chalg'ish bo'ldi o'rtada. Mana sergi tasdiq bor, mana ko'rdik. 100 nima qilganini ko'rishimiz kerak. Tezroq gapiraman akalar, chunki bizning paramiz ko'p. Sizlarning vaqtlaringizni olgim kelmayapti. Xo'p, mana serga tasdiq berganda zonamizga yetmasdan turib, juda ham minimal qolib, bizga bozorga imkon kirishga imkon bermasdan turib oqib ketgan. Qancha oqqan bu? Asosiy harakatni baribir mana zonamizda aytayapti, qaranglar akalar. 80 punkt oqqan. Vahuy. Xo'p, imkon bermadi, bizda endi boom crash paralariga keldik. Boom crash paralari bizga nima degan ekan? Crash ming sergi tasdiq yo'q holatda ekan. Hali ham tasdiq bermay harakatlanyaptimi, nima qilyapti ko'rib chiqishimiz kerak akalar. Crash ming parasi hali ham serga tasdiq bergani yo'q, hammasi bayga tasdiq. Baydan retest bilan ko'tarib flat bo'lib turibdi. Serga tasdiq bersa, keyin bozorga kiramiz. Endi bu nima uchun crash paralarda sell, boom paralarda buy deyapmiz? Bozordagi treyderlarning 90% boomda buy, crashda sell ishlaydi. Shunaqa holatda men ham signal beryapman ularga. Crash mingda tasdiq yo'q, harakat yo'q, o'tkazib yuboramiz. Boom mingni ko'ramiz. Boom ming tasdiq yo'q ekan bizda uni 24 deb berganimizda. Keyin tasdiq berdim, ko'raylik qani.
Mana. Soat 10 dan keyin berganmiz, 10:24 da shu atrofda berganmiz. Keyin tasdiqni soati 1 da tasdiq beryapti. 3 ta spakli o'tib beryapti. Mana bu harakat 1 ga 1 zonada ishlab beryapti. Keyin stop lossni olyapti. Xo'p. Keyin bu tasdiq emas, tasdiq beryapti. Stop lossni olmasdan ko'taryapti 1 ga 3 sattinchida. Bu yerda 1 ga 1 sattinchida bitta stop lossni rashat qiladigan bo'lsak, biza bu parada 1 ga 3 sattinchida foydada biza. Keyingi paramiz boomingdan keyingisi. Booming yaxshi imkoniyat bergan ekan. Crash 900 da serga tasdiq bor ekan, zonadan ishlashimiz kerak bo'lgan ekan. Qani Crash 900 nima qilganini ko'rib chiqamiz. Vot. Crash 900 biza bozor zona bergan vaqtimizda bozorimiz mana shu holatda edi, mana shu joyda edi. Retestdan sel ochamiz degandik, mana bozorga kelgan. Birinchi shamcha tepada yopilgan, ikkinchi shamcha zonada yopilgan, birinchi shamcha yana stop loss olmasdan turib oqqanini qaranglar akalar. Mana ikkinchi setapni qaranglar. Oh. Juda ham kirishga imkoniyat berib, juda ham chiroyli ishlab bergan paramiz akalar. Crash 900 shu bugun juda chiroyli imkoniyat bergan bizga. Ko'ringlar o'zlaringiz. Xo'sh, Boom 900 ni ko'rib chiqamiz akalar endi. Boom 900 sel bayga tasdiq yo'q ekan akalar. Biz zona bergan vaqtimiz 10:30 da ekan. Oxirgi marta shu holatda bo'lgan. Qani Crash 900, Boom 900 nima qilganini ko'rib chiqamiz endi. Boom 900 mana akalar zonamiz. Xo'p, tasdiq yo'q, hech qanaqa, faqat selga qarab ketyapti akajonlar. Bu narsani asosiy harakatlarni o'tkazib o'rgan biza, Xudoga ming qatla shukr, biza bayq shu yerdan o'ta, shu yerdan o'ta demagan biza. Asosiy harakat baribir to'g'ri, mana bu impulslarga ishonishlaringiz mumkin. Lekin mana bu narsani o'zlaringiz ko'rib turibsizlar akalar. Asosiy harakat baribir selda. Imini bizning zonamizdan yana selga oqib ketyapti. Shu zona biz yopilganda edi, bayga tasdiq bergan bo'lardi. Bermadi, bayga tasdiq o'tkazib yubordik. Biz bozorga kirmadik, hech qanaqa minus qilmadik. Boom 900 dan keyin Crash 600 ga signal bergan ekan bizga. Crash 600 nima qildi? Xo'p. Biz undan keyin zona berishni boshladik. Crash 900 ga, Crash 600 ga. Xo'p. Zonamiz kichkinagina. Selga tasdiq bor edi mana bu joyda 9 da 9:45 selga tasdiq bor edi. Bu yerda stop loss oldi. Mana bitta shamcha, ikkinchi shamcha, ikkita shamcha tepada yopildi. Tasdiq yo'q. Shu bilan tepaga qarab ketyapti akalar. Crash 600 da bizani juda ham katta minusdan qutqarib qoldi mana shu zonamiz akalar. Xo'p, Boom 600 nima degan bizlar qani? Boom 600. Bunda ham tasdiq yo'q akalar. Lekin tasdiq bersa normal harakat qilib bergan bo'lardi. Tasdiq yo'q ekan. Biza uni 28 ga bergan vaqtimizda. Qani keyin ko'rib chiqamiz bu 600 nima qildi bizada. Mana akalar. Bizani zonamizda aytaman, bu tasdiq bermadimi asosiy harakat Boomda serga qarab ketyapti. Biza shuncha vaqt kun davomida biza bayga kurashmagan biza akalar. Ozgina spaklarga ishonib, katta shotlarimizni xavfga qo'yishga arzimaydi. Tasdiqdan keyin kiradigan bo'lsa, hech qachon yutqizmaymiz. Yutqizadigan bo'lsa ham juda ham kam depozitni xavfga qo'ymagan holatda saqlab qolgan holatda bo'ladi. Keyingi paramiz bu para tasdiq bermagan. Bu 600 ketdi. Boom 500 ga signal bergan ekan biza akalar. Bu Boom 500 tasdiq bergan holatda ekan, retestdan bay ochishimiz kerak edi. Ko'rib chiqamiz bozor nima degan. Oh, akalar shedevr, okajonlarim. Nima uchun bu aynan tasdiq bergandan keyin mana. Xo'p, zonamizni bergan biza bugun tasdiq bergan retestga aynan shu zonadan nima uchun shunday harakatlanyapti? Buni qaranglar, juda ham ideal ishlagan bu 500. Crash 600 nima qilgan ekan? Crash 600 ga berganmanmi? Crash 600 ga zona bergan ekanman, lekin bu yerda tasdiq yo'q holatda stop loss olaman deb turgan holatda ekan. Ko'rib chiqamiz buni ham. 500. Crash 500 adashib ketdim.
para ko'p bo'lgandan keyin ham odam charchar ekan. Xo'p. Kirash 500 da hali men zonani belgilamayapman akalar. Shu joyda o'zida birdan ko'zlaringizni oldida belgilab ketaman. Kirash 500 zonasi 3303 maksimum ekan. Taqriban hammasini hisobga olaman. 3303, 3299 va 6. Biz 3303 ni belgilab olamiz. Hammasini живой holatda ko'rsatib beraman akalar. 3303. Xo'p, keyingisi Xo'p, sizlarning vaqtlaringizni ko'p olmaylik, birdan belgilab olaylik. Xo'p, akalar, zonalarni belgilab oldik. Bu yerda ozgina to'xtalish uchun uzr. Kirash 500 ga bergan zonamiz mana, tasdiqdan keyin kiramiz deb aytganman. Xo'p, ko'rib chiqamiz bozor nima qildi. Mana bizning zonamiz. Xo'sh, bu zonamiz undan keyin berilganda selga tasdiq bor, juda ko'p marotaba spiklarga imkon bergan akalar. To'g'ri, hisoblashim bo'lgan, asosiy harakatni aytib ketgan qaranglar. Xo'p, men undan keyin berganman, tasdiq bor, selga retes kelgan, tashagan. Keyin mana bu yerda stoplos olgan ekan, lekin yana asosiy harakatni birdan ko'rib ketamiz. Mana asosiy tasdiq retes mana bu birinchi shamchamiz tepada biz yopilyapti, ikkinchi shamchamiz narx yana shu bozor ichiga kirib olyapti va shu bilan asosiy harakat aytib ketyapti akalar. Qayta kirish bizda juda ham muhim. Shunaqa holatlarni ushlab olishimiz uchun juda qayta kirish har doim bo'lishi kerak akalar. Birdan foizni ayta qolaman, kirashchilar o'zi yaxshi hisoblaydi. 1.75% ushlagan biz aka bunda. Xo'p, keyingi paramiz yana tashadi. Jonli efirda tashlayapti akalar, qaranglar. Shedevr. Prosta zonalar juda ham kuchli. Kirash 500 ketdi. Boom 500, kirash 500, boom 300 ga zona bergan ekan biz akalar. Boom 300 nima qildi? Boom 300 biza zona bergan vaqtimiz retesga kelib bergan ekan 915 da, asosiy yo'q, boom 300 bu. Tasdiq bermagan akajonlar, asosiy harakat flatda bu joydan oshgan odamlar faqat selga qarab ketyapti, asosiy harakat selga qarab ketyapti. Kichkina ya'ni spiklarga ishonmanglar, asosiy harakat ushlashga harakat qilish kerak akalar. Boom 300 ketdi, kirash 300 nima degan bizda? Kirash 300 ga zona berilgan, zonada ancha tepada ekan bizda narx tashlagan vaqtimiz zonani ko'rib chiqamiz. Kirash 300 dan ham buni qaranglar, qanaqa narsani qutqarib qo'ygan bizning zonamiz akalar. Ertalabdan beri bu zonamiz tasdiq bermagan, shundan beri baga ketyapti. Vaholanki kirash 300 da hamma selga ishlaydi. Menimcha, baga ishlaydigan bo'lsalar, tabriklayman, sizlar foydada. Kirash 300 ketdi. Oxirgi paramiz shu ekan. Akalar, e'tiborlar uchun rahmat. Ko'ryapsizlar, bizning zonalarimiz nima uchun har doim chiroyli ishlab beradi yoki nima uchun men zonam yaxshi deb sizlarga tavsiya berishim sababi asosiy harakatlarni ushlash uchun bu zonalar juda ham muhim. Asosiy harakatlarni qisqa bitta, ikkita spiklar yoki bitta 1-2 punkt, 3 punkt bo'ldi, yopamiz, bezubki qilamiz degan narsalar bo'lmaydi. Bu zonalar bilan sizlar bir kunlik asosiy harakatlarni ushlashlaringiz uchun kerak bu zonalar. E'tiborlar uchun rahmat kattakon. Keyingi videolarda ko'rishguncha.